Baliq burji uchun 2025-yil munajjimlar bashorati. Assalomu alaykum Astrastar Mila kanalining aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Bugun Hut, ya'ni baliq burji vakillari uchun 2025-yil Ilon yili uchun qiziqarli hodisalarga boy goroskopni e'tiboringizga havola qilaman. Bu yil juda katta o'zgarishlar sodir bo'ladi, chunki eng katta va og'ir planetalar bir burjdan boshqasiga o'tadilar. Dunyoda bo'ladigan bunday katta o'zgarishlar har 3, 7, 14 va 20 yilda sodir bo'ladi va insonlarning fokusini va yo'nalishini o'zgartiradi. 2025-yil sizga nimalarni olib keladi, qaysi sohalarda va qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini izohlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, chunki faoliyatimizning rivoji aynan obuna bo'lishingiz, loyihalarimizga like bosishingiz va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirishingizga juda ham bog'liq va sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq. Endi esa baliq burchlari uchun hisoblangan prognozimizga o'tib izohlashni davom ettiramiz. Bu yil baliq burchlarining hayotida ham juda muhim katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Siz uchun eng muhimi Shimoliy Oy tuguni baliq burjiga kirdi. Yupiter qisqichbaqa burjiga kiradi. Uran egizaklarga, Pluton qovg'aga, sekin planetalar Saturn va Neptun qo'y burjiga kiradilar. Video davomida bularning sizga ta'sirini izohlayman. Bu yil sizning hayotingizda sodir bo'ladigan 17 ta muhim hodisa haqida ma'lumot beraman. Keling, avval sizning boshqaruvchi sayyorangiz Neptun haqidagi ma'lumotlarni aytaman. 2025-yildan Saturn va Neptun qo'y burjiga kiradilar, ya'ni sizning ikkinchi uyingizga kiradilar. Sizning sayyorangiz Neptun 14 yildan beri birinchi uyingizda. Tashqi ko'rinish, tana, imij, stil, shaxsiyat, menlik va turmush munosabatlari sektoringizda edi va bu borada sizga o'zining noaniq yoki tartibsiz, yolg'onlar, tushunarsiz vaziyatlarni berayotgan edi. Endi u 30-mart kuni ushbu birinchi uyingizdan chiqib ketdi. Bu umringizda bir marta bo'ladigan holat, chunki Neptun zodiakni 165 yilda bir aylanib keladi va har burjda 14 yilga yaqin sekin sayohat qiladi. O'tgan 14 yil mobaynida sizning tashqi ko'rinishingiz, imijingiz va stilingizda yoki shaxsiyatingiz, menligingiz bilan bog'liq bir tartibsizlik, xiralik va noaniqliklar mavjud edi. Turmush munosabatlaringizda yolg'onlar, tushunarsiz, yashirin va chalkash holatlar bor edi. Tanangiz yashirin, noaniq, xira edi. Masalan, siz yopingan edingiz yoki ochki taqdingiz yoki ko'zingizda parda bor edi. Insonlar bilan orangizda xuddi bir tuman borday sizni xira ko'rishardi. Balki ismingiz yashirin edi, siz bir taxallus bilan yurgandingiz. Ba'zi baliqlar ma'naviyatga, dinga yo'naldi, ba'zilari psixologiyaga, ba'zilari esa hiyla-nayranglar va firibgarlikka. Bular Neptunning negativ ta'siri edi, chunki uning ta'siri bilan insonning ongi bulg'anadi. Nima ish qilayotganini anglamaydi. Inson alkogol yoki har xil dorilar ta'siri ostida bo'ladi. Yoki ko'zida parda turganday atrofidagi haqiqatlarni ko'ra olmaydi. Endi o'sha parda ko'tarildi. Xayol va yolg'onlar, ertaklar olami tugadi. Chunki birinchi uydagi Neptun qalbda haqiqiydan ko'ra jozibali va yorqinroq bo'lgan ulkan ertak dunyosini tug'diradi. Neptunning yaxshi ta'siri insonni ijodkorlikka, yaratuvchanlikka yo'naltiradi. Talantlaringizni boyitadi, ilhom beradi va orzu xayollarning ro'yobga chiqishiga umid beradi. Sevgida romantikani beradi. Ba'zida o'zini fido etuvchi, rahmdillik qilib Alloh uchun sevishni bildiradi. 14 yillik davrda siz kino, teatr, dengiz ishlari, chet el, kimyo, parfyumeriya, dori-darmon, fotografiya, gaz va suv bilan bog'liq har qanday ish bo'yicha sizlar o'qib o'rgandingiz, o'zingizni rivojlantirdingiz va osonlikcha cho'qqilarga erisha oldingiz. Sizlardan eng zo'r o'qituvchi, yozuvchi, san'atkor, musiqachi, ma'naviyatchi, shifokor va psixologlar yetishib chiqdi. Asosiysi sizning intuitsiyangiz kuchli edi. Endi Neptun bu sektordan chiqib 30-martda ikkinchi uyingizga kirdi va 22-oktyabrgacha qoladi. Keyin to'xtab retrograd holatga o'tadi va keyingi 2026-yildan boshlab butunlay shu sektoringizda sayohat qiladi.
Endi tashqi ko'rinish, tana, imij, shaxsiyat, menlik va turmush munosabatlari borasida hammasi oydinlashadi, parda ko'tariladi, yolg'onlar fosh bo'ladi, umid bilan kutish davri tugaydi va barcha tumanlar yoyilib, ochilib ketadi. Endi xarakteringizda, menlik tushunchangizdda ham o'zgarish bo'ladi. Neptun baliq burjida o'z uyida yurgandi. O'shaning uchun psixologlar bolalab ketdi. Yangicha xayol olami, illyuziyalar kuchli edi. San'atkorlar, kinochilar va instagramchilar nima qilsa qilib, yallo qilib yurishdi. Yangi men deb bong urib, har xil ertakchilar bolalab ketgandi. Endi Neptun o'z uyidan chiqdi va jangovar qo'y burjiga kirdi va barcha Neptun kasblaridagi insonlarning haqiqiy yuzlari ochilishni boshladi. Shu sababli hammasining hayotida jang, janjallar boshlandi va bu davom etadi. Qachonki shou olamida eng toza, qobiliyatli, maskasiz, haqiqiy san'atkorlar qolgunicha illyuzionist yulduzlar so'nadi endi. Xo'p, Neptun ikkinchi uyga kirdi. Bu pullar, ish, daromadlar, daromad manbai, qadr-qimmatingiz va ovqatlanish tarzi sektoringiz. Kelgusi 14 yil mobaynida sizning pul topishingizda tushunarsiz, yashirin va chalkash holatlar bo'ladi. Shuncha pullar qayerdan kelganini va qayerga ketganini anglamaysiz. Neptunning negativ ta'sirida odam firibgarlik harakatlariga moyil bo'ladi. U oson pulni shunchalik xohlaydiki, buning uchun qing'ir qiyshiq yo'ldan borishi mumkin. Neptun ikkinchi uyda ko'ngilli xayriya beruvchi degani. Odam ikki o't o'rtasida qoladi. Oilasi va do'stlariga foyda keltirish uchun tez va chiroyli tarzda boyib ketish istagi bo'ladi va yaqinlaridan ko'ra ko'proq pul topsa, ular oldida aybdorlik hissi bo'ladi. Bu esa uni darhol kam daromadga qaytaradi va shu aylanada yura boshlaydi. Siz pulga behuda va yuqori ideallarga mos kelmaydigan narsa sifatida falsafiy munosabatda bo'lishni boshlaysiz. Ba'zan noqulay deb hisoblab, o'z ishlaringiz uchun munosib haq olishdan uyalasiz. Endi sizning karmik vazifangiz puldagi ma'naviy kuchni ko'rish bo'ladi. Unga ega bo'lish orqali insoniyatga qashshoqlikda yashagandan ko'ra ko'proq foyda keltirishingizni anglashdir. Ikkinchi uydagi Neptun turtkilarga ko'ra pul sarflashni anglatadi. Odam mato yoki zargarlik buyumlarining tashqi go'zalligiga oshiq bo'lgani uchun butun maoshiga qimmatbaho narsalarni sotib oladi. Pul bir zumda yo'qoladi, hujjatlar va kalitlar yo'qoladi. Boy bo'lish va xayriya ishlar bilan shug'ullanish istagi o'z fidokorligidan yashirincha zavqlanish, boshqalarning ko'ziga chang solish uchun bir oylik maoshidan oshib ketadigan chiroyli xaridlarga moyillik bo'ladi. Bunday xatti-harakatlar ko'pincha ochiq talonchilikni qo'zg'atadi. O'g'rilar uni boy deb o'ylashadi. Shu sababli ikkinchi uydagi Neptun egasi o'zini moliyaviy firibgarlik markaziga tushib qolganidan hayratda qoladi yoki shunga o'xshash ishlarni unga ilib qo'yishadi. Muvaffaqiyatning asosiy asosi bu o'z qadr-qimmatini anglashdir. Ehtiyot bo'ling, ishonuvchan bo'lmang va sizning qadringiz buyumlar bilan o'lchanmasligini biling. Kelgusi 14 yillik davrda agar siz tartibsiz va insofsiz bo'lsangiz, Neptun sizni moliyaviy muammolarga duch keltiradi. Ammo agar siz Neptunning sohalari tibbiyot yoki kimyoviy ishlab chiqarish, san'at, ijod, musiqa va kino, o'qituvchilik, din va ma'naviyat, psixologiya, ezoterika, media, chet el yoki sayohat agentligi, chet tili yoki maxfiy xizmat kabi sohalarda ishlaydigan bo'lsangiz, siz muvaffaqiyatlarga osongina erishishingiz mumkin. Endi sizga pul topish bo'yicha ilhom keladi, sizga yangi ideyalar keladi, pullaringiz dengizday oshib toshishi mumkin. Siz yangi daromad manbalarini yaratishingiz ham mumkin. Endi o'zingizga ishonch ortadi va qadr-qimmatingiz ham oshadi. Aloqalar, muloqotlar, savdo-sotiq, aql-hush, qisqa sayohatlar, elektronik jihozlar va transportni bildiruvchi Merkuriy 15-mart kuni retrograd holatga o'tdi. Merkuriyning retrograd harakatlari davrida albatta yangi ishlarni boshlamaslik, muhim qarorlar qabul qilmaslik, operatsiya va katta xarajatlar qilmaslik kerak. Chunki bunda muammolar, takrorlashlar, xatolar, uzilishlar kuzatiladi. Retrograd davr ishlarni tugallash, takrorlash, qayta ko'rib chiqish, xatolar ustida ishlab
boshlab yaxshilash davridir. Demak, Merkuriy qachon retrograd harakatida bo'lishini o'zingizga yozib qo'ying. Merkuriy 15-martdan 7-aprelgacha sizning 2-uyingizda retrogradda bo'ldi. Bunda pul bilan bog'liq muhim qadamlar tashlashingiz mumkin va muhim ish suhbatlari va kelishuvlar bo'ladi. Pul borasida xatoliklar, kechikishlar kuzatilishi mumkin yoki yana nimadir takrorlanadi. Ish va daromad manbaingiz masalasi haqida yaxshilab o'ylash uchun yaxshi davr bo'ladi. Qadr-qimmatingiz haqida o'ylaysiz. 18-iyuldan 11-avgustgacha Merkuriyning retrograd holati sizning 6-uyingizda, ish, xizmatlar, majburiyat va mas'uliyatlar va salomatlik sektoringizda bo'ladi. Bu paytda siz ishingiz yoki kundalik tartibingizni yana ko'zdan kechirasiz, balki salomatligingiz bo'yicha shifokor ko'rigidan o'tasiz, o'z mas'uliyat va majburiyatlaringizni qayta ko'rib chiqasiz. Ularda o'zgarish bo'lishi mumkin. Qo'l ostingizdagilar bilan biron bir masalani yana takrorlaysiz yoki xatolar ustida ishlash bo'ladi. Ehtimol sizning yana kun tartibingiz o'zgaradi. Uy hayvonlari bilan bog'liq masalani yana takrorlash kerak bo'ladi. Va Merkuriy oxirgi marta 10-noyabrdan 29-noyabrgacha sizning 10-sektoringizda retrograd bo'ladi. Bunda sizning karyerangiz, ishingiz, statusingiz bilan bog'liq mavzularda takrorlashlar, kechikishlar bo'ladi. Boshliq bilan bo'lgan munosabatlarda bir vaziyat takrorlanadi yoki to'xtalish bo'ladi. Ish bo'yicha aniq bir qarorga kelish uchun biroz kutish kerak. Lekin boshqa ishga o'tish yoki ishda martabangiz o'zgarishi va hayotiy maqsadlaringiz o'zgarishi ham mumkin. Balki sizning ish joyingizda o'zgarishlar bo'ladi. Energiya, kuch, harakat, faollik, shijoat va liderlik planetasi Mars 5-uyingizda ko'p vaqtdan beri sayohat qilyapti. Aniqrog'i o'tgan yil sentyabr-oktyabr oylarida va yanvarning boshidan beri Mars bu yerda sayr qilyapti. Lekin Mars 2024-yilning oxirida 7-dekabrda retrograd holatga o'tgandi va uning orqaga qaytishi bu yil 24-fevralgacha davom etdi. Ushbu retrograd davrida sizlarga energiya, shijoat, kuch-quvvat yetishmasligi, qandaydir agressiv holatlar takrorlanishi mumkin. Ayniqsa u sizning 5-uyingizda bo'lgani uchun sevgi, muhabbat, farzandlar, hobbilar, shaxsiy biznes, ta'til va dam olishlaringiz bilan bog'liq biron bir mavzular takrorlanadi yoki orqaga ketadi. Balki bir kelishmovchilik, kechikish, to'xtalish bo'ladi. Ehtimol siz sevganingiz yoki farzandingiz bilan tortishasiz yoki ular uchun ko'p kuch sarflaysiz. Shaxsiy biznes yoki hobbilaringiz uchun ko'p kuch sarflaysiz. Mars bu yerda janjalni berishi ham mumkin. Balki bu davrda sevgi munosabatlaringizni qayta ko'zdan kechirasiz. Mars tig' va jarohat degani. Ehtimol sizda operatsiya mavzusi bo'ldi yoki tanangiz shikastlandi, yallig'landi yoki xafagarchilik va bir qalb yarasi bo'ldi. Balki siz sobiq sevganingiz bilan uchrashdingiz. 24-fevraldan boshlab esa shu sohalarda ishlar o'ngidan kelishni boshlaydi, faollik ortadi. O'tgan yildan beri boshlagan qandaydir bir loyihani amalga oshirasiz. Mars 19-aprelgacha ushbu sektoringizda sayohat qiladi va bunda siz shaxsiy biznes bilan bog'liq ishlarga kirishasiz. Sevgi, muhabbatingiz yaxshilanadi va ortadi. Farzandlar bilan ko'ngilochar joylarga borasiz. Dam olishlar sizga yaxshi foyda beradi. Balki farzandingiz yoki aka-ukangiz avtomobil oladi. Hobbilaringiz quvonch keltiradi. Ehtimol farzandingizning sport mashg'ulotlari bilan bog'liq faollik bo'ladi. Pullar, go'zallik va sevgi, yaratuvchanlik planetasi Venera ham bu yil 2-martdan 13-aprelgacha retrograd holatda bo'ladi. Venera retrograd paytida 2-martdan boshlab 40 kun davomida turmush qurish, go'zallik protseduralari va pul bilan bog'liq operatsiyalarni o'tkazish, sarmoya kiritish tavsiya etilmaydi, chunki keyin pushaymonliklar bo'lishi mumkin. Venera sizning 2-uyingizda retrograd holatda sayr qilmoqda. Bu pullar, ish, daromadlar, daromad manbai, qadr-qimmatingiz va ovqatlanish tarzi sektori. Bu davrda sobiq sevganingiz sizni eslashi mumkin. Ishingiz va daromad manbaingiz bilan bog'liq pul masalasini muhokama qilasiz. Sizga daromadlarda qulaylik va huzur, halovat yetishmasligi mumkin. Sevganingiz bilan yarashishni o'ylaysiz. Ovqatlanish tarzingizni ko'rib chiqasiz. Pulda kechikish bo'lishi mumkin. Qornimga emas, qadrimga yig'layman deydigan holat bo'lishi mumkin. Balki siz oldingi munosabatlarga qaytishni o'ylaysiz. Qimmatbaho xaridlar takrorlanadi yoki savdolashasiz. Martning oxirida va aprelda yana fevral oyidagi tashqi ko'rinish, tana, imij, shaxsiyat va turmush munosabatlari bilan bog'liq mavzular takrorlanadi. Venera 30-aprelda yana 2-uyingizga qaytadi va 6-iyungacha qoladi. Ushbu davrda sizning e'tiboringiz ko'proq pullar, ish
ish, daromadlar, daromad manbai, qadr-qimmatingiz mavzulariga qaratiladi, ammo endi kechikishlar bo'lmaydi, aksincha quvonasiz. Daromad va daromad keltiruvchi manbalaringiz ortadi, shaxsingiz bilan bog'liq qadr-qimmatingiz ortadi va turmush munosabatlarida garmoniya bo'ladi. O'zingizga qimmatbaho sovg'a berasiz. Go'zallik protseduralari qilishingiz yoki sport mashg'ulotlariga yozilishingiz ham mumkin. Balki mashinaga pul to'laysiz, bilmadim. Ko'chmas mulk oldi-sottisi bo'lishi ham mumkin. Venera 24-aprelda Baliq burjida shimoliy oy tuguni bilan birlashadi. Bunda taqdirni o'zgartiruvchi uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Shu atrofda pullar, go'zallik, sevgi, muhabbat va yaratuvchanlik bilan bog'liq har qanday ishlarni boshlashingiz mumkin. Keling, endi siz uchun umringizda eng ko'pi bilan 6 marta bo'ladigan eng muhim hodisa haqida aytaman. Taqdirni o'zgartiruvchi karmik oy tugunlari o'qi 2025-yil 12-yanvardan burchlarni o'zgartirdilar va shimoliy oy tuguni Baliq burjiga, sizning birinchi uyingizga o'tdi va janubiy oy tuguni Sumbula burjiga, 7-uyingizga o'tdi. Bu salomatlik va xizmat qilish o'qi deyiladi. Karmik tugunlar har ikki burchda 1,5 yil harakatlanadilar. Demak, 2025-yilda 4 ta tutilish sodir bo'ladi. Agar yangi oy yoki to'lin oy tugunlariga yaqin turganda sodir bo'lsa, bizda tutilishlar hodisasi bo'ladi. Bunda biz istasak-da, istamasak-da karmik oy tugunlar taqdirimizni o'zgartirishadi. Bu sizning hayotingizda har 18,5 yilda sodir bo'ladigan eng muhim hodisalarni olib keladi. Shimoliy oy tuguni 25-yil 12-yanvardan 2026-yil 27-iyulgacha sizning birinchi uyingizda bo'ladi va 1,5 yil davomida sizning asosiy hayot yo'nalishingiz o'zgaradi va diqqat e'tiboringiz tashqi ko'rinishingizga, tanangiz, stilingiz, imidjingiz, jismoniy salomatlik va kuchingiz, menligingiz, o'z shaxsiyatingizni rivojlantirishga va albatta turmush munosabatlaringizga qaratiladi. Demak, 12-yanvardan boshlab sizning taqdiringizdagi katta o'zgarishlar shu sohalarda yuz beradi. Demak, endi o'zingizga bo'lgan munosabatingiz, menligingiz bilan bog'liq qandaydir katta o'zgarishlar bo'ladi hamda e'tiboringiz turmush o'rtoq, hamkorlar, klientlar, kontrakt, shartnomalarga qaratiladi. Shunday ekan, ko'pchilik baliq burchlari turmush qurishi, unashtirilishi yoki ajrashishi mumkin. Yolg'iz bo'lsangiz turmush qurasiz, munosabatlaringizda bir pog'ona o'sish bo'ladi yoki qandaydir taqdiringizni o'zgartiruvchi hodisalar ro'y beradi va bular ko'pincha ijobiy shaklda bo'ladi. Tashqi ko'rinishingiz, tanangiz va imijingizda katta o'zgarishlar bo'ladi. O'z shaxsiyatingizni o'zgartirasiz. Rivojlanish uchun har xil ajoyib kurslarga yozilasiz. Insonlar bilan munosabatlaringiz o'zgaradi. Sizning qarama-qarshingizdagi sumbulalarda salbiy hodisalar ko'proq bo'lishi mumkin, chunki janubiy tugun o'tmish va yo'qotish bilan bog'liq. Shimoliy tugun esa kelajak va nimanidir qo'lga kiritish bilan bog'liqdir. Balki ish hamkorlar bilan bo'lgan munosabatlar birinchi o'ringa chiqadi, ba'zi shartnomalar tugatiladi. Hamkorliklardan ko'ra ko'proq o'zingizga ishoning, o'zingizni rivojlantirishga sarmoya kiriting. Albatta, inson yaxshi niyat qiladi, lekin karmik tugunlar sizga tashqi ko'rinishingizga, tanangizga, imijingizga, jismoniy salomatligingizga, turmush munosabatlari va ochiq dushmanlarga ehtiyot bo'lishni ko'rsatadi. Hayotiy saboqlarni shu mavzulardan olasiz. Baliq burjlari, sizga maslahatim 1,5 yil davomida o'zingizga ko'proq g'amxo'rlik qiling. O'zingizni birinchi o'ringa qo'yishni o'rganing, shaxsingizni rivojlantiring va jismoniy salomatligingizga, tanangizga e'tiborli bo'ling. Menligingiz va turmush munosabatlariga ko'proq vaqt ajrating. Tashqi ko'rinishingizni tuzating, beparvo va besaranjom yurmang, imijingizni go'zallashtiring. Turmush munosabatlarida krizisli vaziyatlarga duch kelganda turmush o'rtog'ingiz sizga zarda qilmasin. Bu safar ular sizlarga yon bosishi kerak. O'zingizni yaxshi ko'ring, keng bo'ling va ko'proq Allohga taslimiyatda bo'ling. U eng yaxshisini bilguvchidir. Eng asosiysi, orzu-niyat va duolaringizga ko'proq e'tibor qarating va o'z intuitsiyangizga ishoning. 18,5 yil oldin sodir bo'lgan hodisalarga o'xshash vaziyatlar yuzaga keladi. O'ylab ko'ring, hayotingizda 2006-2007 yillarda nimalar yuz bergan yoki
9 yil oldin nimalar sodir bo'lgan bo'lsa, o'shani teskarisi yoki natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni 2016-17 yillarda hayotingizda nimalar sodir bo'lganini eslab ko'ring. Xo'p, 25-yil 14-martda birinchi oy tutilishi Sumbula burjida sizning 7-uyingizda sodir bo'ldi. Bu sizda turmush o'rtoq, hamkorlar, klientlar, sud masalalari va shartnomalar mavzulariga ta'sir qildi. Buni 13, 14, 15-mart atrofida tug'ilganlar juda kuchli his qilishdi. Ayniqsa munosabatlar borasida o'zgarishlar bo'ldi. Haqiqatlar yuzaga chiqadi, vaziyat oydinlashadi, turmush munosabatlarida masala taranglashishi bo'ladi. Ayrilmoqchi bo'lsangiz, ehtimol sud masalasi bo'ladi. Turmush qurishni istaganlar uchun bu tutilish muhim o'zgarishlarni olib keladi. O'z jufti halolingiz bilan tanishasiz yoki turmush qurasiz, munosabatlaringiz bilan bog'liq muhim qarorlarni qabul qilasiz. Balki ish hamkorlari bilan shartnomalarni imzolaysiz. Albatta, bu davrda barcha masalalarni tartibga keltirish, tozalashlar, hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Masalalarni amaliy, aql-hush bilan hal qilasiz. Tutilishlar faqat o'sha kunlarda ta'sir qiladi deb o'ylamang, ularning ta'siri 5-6 oygacha davom etadi. 29-martda Quyosh tutilishi Qo'y burjida sizning 2-uyingizda sodir bo'ldi. Bu boya aytganimday pullar, ish, daromadlar, daromad manbai va qadr-qimmat mavzulari atrofida bo'ladi va o'zgarishlar boshlanadi. Tutilishda taqdiringizni o'zgartiruvchi hodisalar ro'y beradi. Bu o'tgan yildan beri 2-uyingizda sodir bo'lib kelayotgan oxirgi tutilish bo'ladi va nimadir tugallanishi mumkin. Jasorat bilan yangi ishlarni boshlang, yangi daromad manbalarini toping va qadringizni oshiring. Chunki siz yangi 18 yillik siklni boshlayapsiz. Porloq kelajak uchun qadam tashlang. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, odatda yangi ishlarni Quyosh tutilishidan keyin boshlashingiz ajoyib bo'ladi. Chunki astrologlarga ko'ra ikki tutilish orasida, ya'ni tutilishlar koridorida nimanidir boshlamagan ma'qul. Sababi ko'ngildagiday natijalarni olish qiyin bo'ladi va ba'zan ishlar xayrli bo'lmaydi. 27-martda xiyla nayranglarni bildiruvchi qora oy Lilit Chayon burjiga o'tdi va 9 oy mobaynida sizning 9-uyingizda sayohat qiladi. 9-uy oliy ta'lim, chet el, sayohatlar, yuridik hujjatlar, din va dunyoqarashlar sektori. Qorong'u ehtiroslar malikasi Lilit bu yerda qonunga qaramasdan erkin fikrlovchi xususiyatini beradi. 9-uyga kelgan Lilitning negativ jihati bu davr aldanish, adashish, fanatizm bilan to'la bo'lishi mumkin. Insonni uzoq o'lkalar o'ziga jalb qiladi. Immigratsiya siz uchun halokatli bo'lishi mumkin. Begona madaniyat, an'analar va hatto tilga dushmanlik kuzatiladi. Jamiyatda qabul qilishmaydi. Inson o'z vatanida o'zini ifoda eta olmasa, baxt qushi yanada bag'ri keng boshqa bir jamiyatda uni kutayotganiga ishonchi komil bo'ladi. Biroq yot madaniyat va urf-odatlarga duch kelganda o'z nuqtai nazarini yo'qotadi va soxta ustozlarning ta'siriga tushadi yoki vatandoshlari qilgan gunohlari uchun, ayniqsa din haqida gap ketganda, tayoq ularning boshida sinadi. O'qituvchilar, murabbiylar yoki ta'lim muassasalarida nizolar bo'lishi mumkin. Yuridik masalalarda yoki chet elga sayohatda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Inonch va e'tiqod jiddiy sinovdan o'tishi mumkin. Bu esa ichki inqirozlarga olib keladi. Yangi g'oyalar va falsafalar bilan ehtiyot bo'ling. Ularning haqiqiyligi va asosliligini tekshiring. O'z nuqtai nazaringizni boshqalarga majburlab yetkazishdan saqlaning, chunki bu ijtimoiy va shaxsiy nizolarga olib kelishi mumkin. Ushbu 9 oylik davr sizga maslahatim, chet elda qiyin sinovlarga duch kelmaslik uchun immigratsiya fikridan voz keching yoki chet elda falsafiy va diniy bahslarga kirishmang. Chet elga sayohat qilishda madaniy an'analar va urf-odatlarni hurmat qiling. Oliy o'quv yurtida o'qiyotganda yoki o'qituvchilik qilayotganda o'z fikrlaringizni bildirishda talabalarning millati va ko'p millatliligini hisobga oling. Oilangizning ko'magi va ishtirokida ularga yaqin bo'lib, o'z mamlakatingizda rivojlaning va bir kasbni egallang. O'zingizga ideallar yaratmang va shubhali jamoa va tarmoqli biznes vakillari bilan muloqot qilishdan saqlaning. Boshqa negativlari makkor Lilit ushbu 9 oylik davrda turmush o'rtoqning qarindoshlari bilan munosabatlarda ham qiyinchiliklarga olib keladi. Ular taklifsiz mehmonga kelishadi, er-xotinlar o'rtasida tortishuv va janjallarni keltirib chiqaradilar va sizga aql o'rgatishlar va yopishishlar bilan qiynashadi. Lilitning yaxshi jihatlari esa sizni mashhur qiladi, taniqli va chuqur ma'naviy tabiatga ega odamga aylantiradi. U shaxsiyatingizning eng chuqur tomonlarini ochib beradi va hayot mazmunini tushunishga intilishni kuchaytiradi.
Bu jihat borliq sirlarini anglash, ma'naviy, falsafiy izlanishlar orqali haqiqat izlashga intilishdan dalolat beradi. Bu davrda falsafa, din va ma'naviy amaliyotlarga qiziqish kuchayadi. Sayohat qilish va yangi madaniyatlarni kashf qilish istagi eng yuqori cho'qqiga chiqadi. Siz hajga borishni, diniy yoki ekzotik joylarni ziyorat qilishni xohlashingiz mumkin. Kuchaygan intuitsiya, sezgi va bashorat qilish qobiliyati chuqur ruhiy tushunchalar va kashfiyotlarga olib kelishi mumkin. Bu davr o'qish, o'rganish, dunyoqarashni kengaytirish va donolikka erishish uchun ideal vaqtdir. Sizning bashorat qilish qobiliyatingiz atrofdagilaringizni hayratda qoldirishi mumkin va sizning mistika va ezoterik ilmlar haqidagi tushunchangiz yangi bosqichga ko'tariladi. 9-uydagi Lilitning yomon ta'siridan qochish va uni uyg'unlashtirish uchun sizning karmik vazifangiz fanatizmdan va o'z e'tiqodlarini boshqalarga majburlab singdirish istagidan qochishni o'rganish. Buzg'unchi, halokatli energiyani nazorat ostiga olish va o'z inonch va e'tiqodlaringizdan oqilona foydalanish orqali haqiqiy donolikka erishishdir. Biroq mana shu yerda ehtiyot bo'ling. 20-apreldan 27-aprelgacha sizning muhitingizda qiyin bir hafta bo'lishi mumkin. Bu atrofingizdagilar bilan ichki va tashqi janjalni timsol etadi. Bunda Mars qiyin jihatlar hosil qiladi. Uning Pluton va Oy bilan qarama-qarshiligi, Lilit va Quyoshga kvadrati sodir bo'ladi. Bunda asabiy bo'lasiz va kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi. Bunda ishingizda, o'qishingizda, salomatligingizda va sayohatga chiqqanda yoki farzandlar bilan bog'liq bir agressivlik kuzatiladi. Tortishuvlar bo'lishi mumkin. Sevgida sirlar oshkor bo'lishi, sizga tuhmat qilishlari yoki qoralashlari mumkin. Sog'liqqa ko'p e'tibor bering. Sayohatni rejalashtirmang. Nimadandir juda asabiylashasiz. Qarshingizdagi insonlar bilan tortishuv bo'lishi, hatto sud masalasida janjal bo'lishi mumkin. Lekin unutmang, bu avariyniy situatsiyalarni ham keltirib chiqaradi. Xatolar qilmang, janjalga aralashmang, chunki jahl chiqqanda aql ketadi. Yong'in va operatsiyalardan ehtiyot bo'ling. Tahlikali kunlar. Bu sizga asosiy tavsiyam bo'ladi. Hech kim bilan umuman tortishmang. Bunday holat dekabrning oxiri va yanvarning boshida yuz bergandi. Siz qanday o'tganini yaxshi bilasiz. Sokin o'tkazishga harakat qiling. Esingizda bo'lsa, samolyotlarning halokatlari yuz bergandi. Bu yerda yopiq joylar, konlar va metrolarda yong'in bo'lishi mumkin. Olomon bor joylarda yoki bozorda ko'ngilsiz hodisalarga aralashmang. Saturn cheklov va to'siqlar, mas'uliyat va majburiyatlar, sinovlar planetasi ham 2023-yil 7-martdan beri sizning 1-uyingizda sayohat qilmoqda va u ham endi bu yerdan chiqib ketadi. Saturn 1-uyda umuman sizning tashqi ko'rinishingiz, tanangiz, imijingiz, shaxsiyat, menlik va turmush munosabatlaringizga bir cheklov qo'ygandir yoki sinovlarni bergan bo'lishi mumkin. Saturn qisqartirishni, kamaytirishni yoqtiradi. Tashqi ko'rinishingizda sovuqlik va jiddiyat bo'ldi yoki turmushda katta mas'uliyatni o'z bo'yningizga oldingiz. Tanangizda, jismoniy salomatlikda, oyoq, tizza, teri, tish, kalsiy muammolari kuzatildi. Balki protez taqildi yoki gips qilishdi. Balki sochingiz oqardi, imijingiz o'zgardi. Balki oyog'ingiz oqsadi yoki sizning ustingizga og'ir kiyimlarni kiydirib qo'yishganday og'ir bir yuk bor edi. Balki sizga davlat tomonidan yordam berildi, balki aksincha siz turmush munosabatlarida va shaxsiyatingizni rivojlanishda katta mas'uliyat va majburiyatlarni o'z bo'yningizga oldingiz, ko'p mehnat qildingiz. Sizlarda turmush qurish, ajrashish yoki farzand ko'rish bo'ldi. Bu yil endi Saturn ham 25-maydan boshlab 2-uyingizga kiradi va 2-sentyabrgacha shu yerda qoladi. Endi uning mas'uliyatlari, cheklovi, to'siq va sinovi sizning pullar, ish, daromadlar, daromad manbai, qadr-qimmatingiz, ovqatlanish tarzingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Saturn har bir burchda 3 yil sayohat qiladi. Bu yil sentyabrda yana u sizning tashqi ko'rinish, shaxsiyat, turmush munosabatlari sektoringizga qaytadi va keyingi yildan boshlab u butunlay 2-uyingizda sayohat qiladi. Neptun ham shu yerga kirdi. Ushbu davrda siz ishingiz, daromadlaringiz va qadr-qimmatingiz mavzularida ehtiyot bo'lishingiz kerakligini va ularga mas'uliyatli tarzda munosabatda bo'lishingiz kerakligini anglaysiz. Ishingiz, daromadlaringiz, daromad manbaingiz, qadr-qimmatingizga bir cheklov qo'yishi yoki sinovlarni berishi mumkin. Saturn qisqartirishni yoqtiradi. Ishingizda sovuqlik va jiddiyat bo'ladi. Balki mansabingizni oshirishadi yoki ishda katta mas'uliyatni o'z bo'yningizga olasiz. Daromadlar kamayadi yoki sizga davlat tomonidan yordam beriladi.
Ko'chmas mulkingiz o'zgaradi, balki ish vaqtingiz qisqaradi yoki to'siqlar bo'ladi. Balki daromad manbaingiz qisqaradi, bilmayman. Shuningdek, siz shaxsiy biznesingizni ochishingiz mumkin. Ehtimol aksincha, pul topish mavzularida katta mas'uliyat, majburiyatlaringiz ko'p bo'ladi. Aslida Saturn sizga pul topish yo'llarini tartibga solishni va disiplina bilan rejalashtirishni o'rgatadi. Neptunning ta'siri bilan ish, pullar, daromadlar, qadr-qimmatingiz borasida bir noaniqlik, yolg'onlar, chalkashlik, tartibsizlik kuzatilsa-da, Saturnning ta'siri bilan siz ularni mas'uliyat bilan rejalashtirishingiz, dars chiqarishingiz, tartibga solishingiz va pulga jiddiy yondashishingiz mumkin bo'ladi. Chunki u jiddiy niyatlarni, to'g'ri so'zlikni va mas'uliyat olganlarni yaxshi ko'radi va sizga o'zining shu sektor bo'yicha katta hadyalarni beradi. 30-iyul kunidan boshlab ushbu ikkinchi sektorda Saturn va Neptunning birlashuvi sodir bo'ladi. Bu avgustning o'rtasigacha davom etadi. Agar sayyoralarning ushbu birlashuvida yuqorida aytilgan mavzular bo'yicha o'z maqsadlaringizga rejalar tuzib katta qadam tashlasangiz, sizga ish, pul topish va daromad manbai borasida uzoq muddatli barqarorlikni olib keladi. Siz yangicha daromad qozonish tarziga o'tishingiz, balki shaxsiy ishingizni boshlashingiz mumkin. Bu hayotingizdagi bir noaniqlik va tartibsizlikka barham berish, ba'zi mas'uliyatlarni o'z zimmangizga olib, jiddiy qadamlar tashlash uchun xayrli davr bo'ladi. Siz shu mavzularda qat'iy va jiddiy bo'lib, rejalar bilan bir ishga kirishishingiz mumkin. Siz uchun muhim hodisa sizning ikkinchi sayyorangiz, taqdirning sovg'alari, omad, imkoniyatlar, yutuqlar va katta baxt planetasi Yupiter hali 10-iyungacha sizning 4-uyingizda ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlar sektorida sayohat qilishda davom etadi. Bu davrda oilada baraka ko'payadi, kengayadi, oila a'zolaringiz ko'payadi. Farzand tug'ilishi yoki homiladorlik xabari bo'lishi mumkin, oilada to'y bo'lishi mumkin. Ota-onangiz, uy-joy mavzusi kuchli bo'ladi. Siz ularga ko'p vaqt ajratasiz, ko'chmas mulk sotib olasiz yoki oldi-sotdi mavzusi bo'ladi. Balki ota-onangizni uyini kengaytirasiz, ular semirishi ham mumkin. Ko'chmas mulk bo'yicha imkoniyatlar ko'payadi va uy bilan bog'liq masalalarda sizga omad kulib boqadi. Balki siz boshqa joyga ko'chib ketasiz, masalan chet elga yoki oilangizdan uzoqroq joyga. Agar bo'ydoq bo'lsangiz, siz turmush qurishingiz mumkin. Oilali bo'lsangiz, farzand ko'rishingiz yoki farzandingizning to'yi bo'lishi mumkin. Agar kichikroq uyda yashayotgan bo'lsangiz, endi kengroq uyga ko'chishingiz mumkin. Lekin agar siz ijarada bo'lsangiz, unda ijarangiz ham ortishi mumkin. Chunki Yupiter qayerga kelsa, o'sha mavzularni ko'paytiradi va kengaytiradi. Shuningdek, ko'chishlar ham ortishi mumkin. Yupiterning negativi esa uy-joy masalalari yoki oila, meros bilan bog'liq sud masalasi bo'lishi mumkin. E'tiborli bo'ling. 2012-13-yillarga o'xshash holatlar bo'ladi, eslab qo'ying. Xo'p, bu yil Yupiter ham 10-iyunda burjini o'zgartiradi va endi u sizning 5-uyingizga kiradi. Yupiter endi qisqichbaqa burjida 1 yil davomida o'zining eng kuchli pozitsiyasida bo'ladi. 5-uy bu sevgi, muhabbat, farzandlar, hobbilar, shaxsiy biznes, ta'til va dam olishlar sektori. Endi yilning o'rtasidan kelgusi yil o'rtasigacha sizda tanishuvlar, uchrashuvlar ko'payadi va siz kimnidir sevib qolishingiz, romantik uchrashuvlaringiz ko'p bo'lishi mumkin. Turmush qurmoqchi bo'lgan nomzodlar ko'payishi mumkin. Qimmatbaho sovg'alar berishadi. Balki siz sevganingiz bilan birga dam olishingiz, restoranlarga borishingiz yoki chet elga sayohat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu davrda sizda farzandlar mavzusi juda kuchli bo'ladi. Siz ularga ko'p vaqt ajratasiz, farzand tug'ilishi yoki homilador bo'lishingiz mumkin. Yoki farzandlaringizning hobbilari, qiziqishlari ko'payadi. Ularning yutuqlaridan xursand va baxtiyor bo'lasiz. Farzandingizga baraka va omad keladi. Balki ular sevib qolishadi, turmush qurishga qaror qilishadi. Sizning dam olishlaringiz, ta'tilingiz ko'payadi. Shuningdek, sizda yaratuvchanlik ortadi, ilhomingiz kuchayadi va hobbilaringiz ko'payadi. Sevimli mashg'ulotlaringiz bo'yicha imkoniyatlar ko'payadi va sizga bu borada omad kulib boqadi. Sertifikat, sovg'a va taqdirnomalar olasiz. Nimadir yutib olishingiz ham mumkin. Yupiter sizga 10-iyundan to 2026-yil 1-iyulgacha shu mavzularda o'z omadini olib keladi. Qalbdan sevadigan insonlaringiz bilan bog'liq barcha ishlaringiz xayrli bo'ladi hamda sizning dam olish sharoitlaringiz yaxshilanadi. Sevgi munosabatingizda baxtiyorlik va farzandlar bilan bog'liq xursandchilik ortadi. Ularning hayoti yengillashadi.
Lekin 11-iyundagi to'lin-oy biroz keskin vaziyatlarga boy bo'ladi, e'tiborli bo'ling. Bunda turmush munosabatlaringiz va ota-onangizning taqdiri borasida, uy-joy va karyerangiz bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilishingiz mumkin. Bunda siz kuchli, qattiq xarakteringizni ko'rsatasiz. Bu shaxsiyatingizda ichki qattiq bir ustunni yaratadi. Odatda to'lin oylarda nimadir yuzaga chiqadi, vaziyat oydinlashadi, qandaydir jarayon tugaydi, kutilgan natijalar keladi va hosilni yig'ishingiz mumkin. Sizda kuch, energiya yoki agressiya ortadi va jamiyatda ko'rinish berasiz. Bunda vaziyatni o'z qo'lingizga olasiz va muhim qarorlarni qabul qilasiz. 25-iyunda yangi oy Yupiter bilan birlashgan holda chiqadi. Bu oilaviy qadriyatlarni oldingi planga olib chiqadi. Bu sizga farzandlar borasida juda go'zal yangi boshlang'ichlarni olib keladi va ichki hissiy garmoniya bo'ladi. Siz uchun muhim hodisa Uran bu yil Egizaklar burjiga kiradi va sizning hayotingizda katta o'zgarishlar ro'y beradi. Uran 2018-yildan beri sizning 3-uyingizda. Opa-ukalar, ta'lim, texnika, transport, muloqotlar, tanishuvlar va qisqa sayohatlar sektoringizda edi. Uran beqarorlikni, risklarni, kutilmagan syurprizlarni, erkinlik, katta o'zgarishlar, yangiliklar va tez-tez bo'ladigan o'zgarishlarni bildiradi. Ehtimol 7 yildan beri sizning opa-ukalar orasida, aloqa va muloqotlaringizda yoki texnika va transport mavzularingizda kutilmagan syurprizlar yoki beqarorlik, katta o'zgarishlar bo'lyapti yoki opa-ukangizning hayotida katta o'zgarishlar bo'lyapti. Balki siz jiyan yoki opa-ukangizni boshqa joyga olib ketdingiz yoki uning hayotida kutilmagan o'zgarishlar bo'ldi. Ajrashish yoki turmush qurish, chet elga ketish masalalari yuzaga kelgandi. Ehtimol bu davrda sizda kutilmagan sayohatlar bo'lyapti. Yangi kurslar, seminar yoki malaka oshirish mavzulari bo'layotgandi. Bu mavzulardagi qarorsizliklar va katta o'zgarishlar bu yil tugaydi. Uranning zodiakni bir aylanib kelish sikli 84 yilni tashkil qiladi va uning bu sektoringizga qaytishi 84 yildan keyin bo'ladi. Endi 7-iyuldan boshlab Uran 2033-yilgacha sizning 4-uyingizga, ota-ona, oila, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlar sektoringizga kiradi va bu yerda 7 yillik yangi siklini boshlaydi. Endi shular bilan bog'liq yangi o'zgarishlar boshlanadi. Uran kutilmagan syurprizlar, yangiliklar va bir joyda turmaslikni bildiradi. Ehtimol siz kutilmaganda turar joyingizni o'zgartirasiz. Ko'chmas mulk mavzularingizda kutilmagan syurprizlar bo'ladi. Oilangizda beqarorlik va katta o'zgarishlar bo'ladi yoki ota-onangizning hayotida katta o'zgarish bo'ladi. 4-uy onangizni va himoyani timsol etadi. Balki siz onangizni boshqa joyga olib ketasiz yoki uning mulki bilan bog'liq kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, uylar buzilishi va boshqa uy berilishi mumkin. Ehtimol bu davrda sizda kutilmagan ko'chishlar bo'ladi yoki vaqtincha boshqa joyda yashaysiz. Ehtimol siz boshqa yurtga ketishga harakat qilasiz. Ko'chmas mulk oldi-sotdi mavzulari bo'ladi. Oilada turmush masalasida ajrashish yoki turmush qurish va shu sababli ko'chish bo'ladi yoki mol-mulk masalalari yuzaga keladi. Xullas, kelgusi 7 yil mobaynida oila, ota-ona va turar joy mavzularida qandaydir beqarorlik, noodatiy bir holat yoki syurpriz o'zgarishlar ro'y beradi, yangiliklar bo'ladi. 9-avgustdagi to'lin oyda daromad manbai, ishingiz, moliyaviy ahvolingiz va hamkorlar bilan qozonadigan pullar bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilasiz. To'lin oyda nimadir yuzaga chiqadi, vaziyat oydinlashadi. Qandaydir jarayon tugaydi, kutilgan natijalar keladi. Ushbu to'lin oy sizga kuch va ishtiyoqni beradi. Barcha moliyaviy ishlaringizda ma'lum bir natijaga erishasiz. Orzular tez amalga oshadi. Oilada o'zgarish va ko'chish bo'lishi mumkin. Albatta, bu yerda biroz agressiv vaziyatlar ham kuzatiladi. Bu yerda butun dunyoda buyuk yangiliklarga, moliyaviy hamkorliklarga va yangi biznes g'oyalarga start beriladi. Ayniqsa egizaklar burjiga kirgan Uran mavzularida bu informatsion texnologiyalar, internet, sun'iy intellekt, maktab, bog'chalar, transport, havo yo'llari va elektr stansiyalar bilan bog'liq progressiv katta harakatlar, qadamlar tashlanadi. Insonlarning hayoti yengillashadi. Keyingi hodisa Venera ham 19-sentyabrdan 14-oktyabrgacha turmush o'rtoq, munosabatlar, hamkorlar va shartnomalar sektoringizda sayohat qiladi va bunda ajoyib tanishuvlar, uchrashuvlar va kelishuvlar bo'ladi. Turmush o'rtoq bilan, umuman barcha insonlar bilan munosabatlarda garmoniya bo'ladi va sevgi kuchli bo'ladi. Yolg'iz insonlar uchun turmush qurish yoki unashtiruv uchun uyg'un payt bo'ladi.
Urushganlar yarashib olishi uchun zo'r payt bo'ladi, klientlar ortadi, moliyaviy jihatdan ham foydali bitimlarga erishish mumkin. Keyingi muhim hodisa 7-sentyabrdagi oy tutilishi Baliq burjida birinchi uyingizda sodir bo'ladi. Tutilishda esa aytib o'tganimdek taqdiringizni o'zgartiruvchi hodisalar ro'y beradi. Ya'ni dunyo tom ma'noda o'zgaradi, muloqot muhiti o'zgaradi, hayot haqidagi fikrlash o'zgaradi, yashayotgan muhit o'zgaradi, ishlayotgan muhitda qandaydir ko'chish bo'ladi, qandaydir tub o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli juda katta. Sizning kasbiy faoliyatingiz sezilarli darajada o'zgarishi mumkin, turmush munosabatlar dolzarb bo'ladi va eng muhimi, bu tutilish sizni o'zingizni jamiyatdan biri sifatida his qiladigan, intilishlar birligini his qiladigan odamlar doirasiga undaydi. Sizga yorug'lik qaratiladi va siz yorqin porlaysiz, diqqat markazida bo'lasiz. Bu barcha Baliq burchlariga ta'sir qiladi, lekin hammadan ham ko'proq ascendenti 12-gradusdan 17-gradusgacha Baliq burchlariga yoki 3-martdan 8-martgacha tug'ilgan insonlarga kuchli ta'sir qiladi. Sizlarning hayotingizda muhim burilishlar, yangiliklar, yangilanish va yosharish bo'ladi. Asosiysi bu yerda Lilitning vasvasasiga, intrigalari va provokatsiyalariga berilmang. Barcha muhim yangi qadamlarni ikki tutilish o'rtasidagi koridordan o'tgandan so'ng, ya'ni 22-sentyabrdan so'ng tashlagan ma'qul. 22-sentyabrda esa Quyosh tutilishi Sumbula burjida yana sizning 7-uyingizda sodir bo'ladi. Bunda yana 14-martdagi tutilishga o'xshash hodisalar yuz berishi mumkin. Yana turmush o'rtoq, hamkorlar, klientlar, sud masalalari va shartnomalar bilan bog'liq hodisalar yuz beradi. Buni 17, 18, 19, 20-mart atrofida tug'ilganlar juda kuchli his qilishadi. Ayniqsa munosabatlar borasida o'zgarishlar bo'ladi. Haqiqatlar yuzaga chiqadi, vaziyat oydinlashadi yoki turmush munosabatlarida masala taranglashadi. Munosabatlar bilan bog'liq oxirgi muhim qarorni qabul qilasiz. Turmush qurishni istaganlar uchun bu tutilish muhim o'zgarishlarni olib keladi. Ehtimol to'y bo'ladi, turmush qurasiz. Turmushingiz muammoli bo'lsa, ayriliq bo'lishi ham mumkin. Aqlli insonlar bilan moliyaviy proyektlarni amalga oshirasiz, hamkorlar bilan shartnoma imzolaysiz, ishlar tezlashadi. Albatta, bu davrda barcha masalalarni tartibga keltirish, tozalash, hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Ishlarni mantiqan, amaliy va aql-hush bilan hal qilasiz. Demak, ushbu yil davomida sodir bo'ladigan karmik tutilishlar sababli sizda asosan tashqi ko'rinish, tana, imij, jismoniy salomatlik, shaxsiyatni rivojlantirish va turmush munosabatlari, turmush o'rtoq, hamkorlar, klientlar, sud masalalar va shartnomalar mavzulari kuchli bo'ladi, chunki shu mavzularda taqdirni o'zgartiruvchi vaziyatlar ko'p bo'ladi. Og'ir planetalardan biri Pluton buyuk transformatsiya va katta o'zgarishlar planetasi 2024-yil 20-noyabrdan boshlab butunlay sizning guruh va jamoalar, internet va ijtimoiy tarmoqlar, do'stlar, yangi umidlar va natijalar sektoringizdan chiqib ketdi. U sizni 16 yildan beri shu masalalardagi hodisalar orqali o'zgartirayotgan edi. Ko'p baliqlarda guruhlar va jamoalar yoki do'stlar bilan bog'liq krizisli vaziyatlar yuzaga keldi yoki ular bilan bog'liq ko'p kelishmovchiliklar bo'ldi. Balki siz boshqa joyga ko'chib ketdingiz, atrof muhitingiz o'zgardi, siz ko'proq guruhlar va jamoalar bilan birga bo'lishni xohladingiz, o'zingizni ular orasida kuchli namoyon qildingiz, internet bilan bog'liq ishlarga ko'proq qiziqdingiz, guruh va jamoalarga qo'shildingiz, balki siz katta guruhlarni, jamoani boshqardingiz yoki internetda katta guruhlarni boshqarib blogerlik bilan shug'ullandingiz. Pluton katta kuch-qudratni va katta pullarni bildiruvchi planeta. Balki siz bu davrda ko'p nufuzli insonlar bilan do'stlashdingiz, onlayn ishlardan ko'p pul ishladingiz. Endi Pluton 20-noyabrdan boshlab sizning 12-uyingizga o'tib, kelgusi 20 yillik hayotingizda ongi ostingiz, ma'naviyatingiz, o'tmish, salomatlik va ezoterik ilmingizni shakllantirishda sizga yordam berishni boshladi. Pluton 12-uyga immigratsiya, chet el, diniy ma'naviy mavzular, yopiq joylar, izolyatsiya, kasalxona, o'tmish, tugallashlar, yo'qotishlar, ezoterika va psixologiya sektoringizga o'tdi va sizga shu mavzularda katta o'zgarishlarni olib keladi. Demak, endi sizda chet el bilan bog'liq qandaydir krizisli holatlar bo'ladi yoki siz uzoq joylarga borib ishlaysiz va katta pullar qozonasiz. Ammo chet elda yoki kasalxonada operatsiya yoki kuchli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Balki siz umuman chet elga, boshqa shaharga ko'chib ketasiz. Ehtimol yashirin dushmanlar bilan ko'p kelishmovchiliklar bo'ladi.
balki siz endi ko'proq yashirin ishlar qilishingiz mumkin. Ongi ustingizda qandaydir bir qo'rquv holati bo'lishi mumkin. Endi psixologiya yoki diniy ma'naviy mavzular sizni transformatsiya qiladi. Sizning ichki olamingiz o'zgaradi va sizda qandaydir qutulish va tugallashlar bo'lishi mumkin. Chunki u sizni rivojlantirmaydigan narsalardan qutqaradi, sizdan ketkazadi. Siz bashoratli tushlar ko'rasiz va intuitsiyangiz, sezgilaringiz yanada kuchayadi. Ta'lim olishingiz yoki ta'lim berishingiz mumkin. Balki siz endi ko'p sayohat qilishni boshlaysiz va shular sizni doim kuchli darajada o'zgarishingizga sabab bo'ladi. Kimdir esa chet el va sayohat ishlariga o'tib ketadi yoki mehmonxona, sanatoriya bilan bog'liq ishlariga qiziqish bo'ladi. Chunki sizning kuch-qudratingiz va krizislarni hal qilish qobiliyatingiz 12-uy mavzulari bilan bog'liq bo'ladi. Plutonning 12-uyingizdagi joylashuvi haqida Mila Davlet va Official kanalimdagi o'tgan yilgi videomda ham aytganman. Barcha ehtimollarni eshitib ko'ring. Mening Mila Xorazmli nomli Instagramimni kuzatib borayotganlar biladi. O'tgan yildan boshlab insoniyat olamida yangi buyuk o'zgarishlar davri boshlandi. Avvalo Qovg'a burjidagi Plutonning ta'siri sun'iy intellektdir. Ehtimol endi siz internet vositalari orqali pul topishingiz mumkin. Asosan sizning kuch-qudratingiz 2044-yilgacha immigratsiya, chet el, diniy ma'naviy mavzular, yopiq joylar, izolyatsiya, kasalxona, mehmonxona, o'tmish, tugallashlar, yo'qotishlar, ilmiy izlanishlar va ezoterika mavzularida rivojlanadi va ortib boradi. Oktyabr-noyabr oylarida esa Lilitning hiylalari va sizni nimagadir da'vat etishi kuchli bo'ladi. Yuqorida aytgan gaplarimni eshitib, uning manipulyatsiyalaridan ogoh bo'lishni unutmang. Chet el, sayohatlar, ta'lim mavzularida va yuridik hujjatlaringizga e'tiborli bo'ling. Manipulyatsiya, hiylalar va provokatsiyalar, ehtirosli, agressiv his-tuyg'ular kuchli bo'ladi. Siz o'zingiz hiyla qilishingiz ham mumkin. E'tiqodlaringizda o'zgarish bo'ladi, chunki bu davrda yovvoyi energiyalar ko'p bo'ladi. Insonlarning ichidagi hayvoniy instinktlari kuchli darajada yuzaga chiqadi va qo'rquv yoki psixologik bosim bo'lishi mumkin. Pul maxinatsiyalariga tuzoqqa tushmang, lekin juda katta pullar kelishi ehtimoldan xoli emas. Bu 2025-yilning eng muhim oylari bo'ladi, lekin har qanday holatda ham kimdir sizni himoya qiladi. Xiron asteroidi haliyam 2-uyingizda sayohatini davom ettiryapti. Xiron qalb yarasi, ustozlik va shifo mavzularini timsol etadi. Shuningdek, u ikkita degan ma'noni bildiradi. Balki siz ikkita ishda ishlaysiz, balki pul topish yoki ovqatlanish mavzularida ta'lim berasiz, balki sizning ikkita mulkingiz bor, ikkita daromad manbaingiz bor, mol-mulk bilan bog'liq bir qalb yarangiz bordir. Ehtimol ishingiz, qadr-qimmatingiz yoki daromad manbaingiz bilan bog'liq biron bir qalb yarasi bo'ladi yoki siz qanday shifo berishni o'ylaysiz. Lekin Xironning 2-uyingizda joylashuvi sizning ishingiz, qadr-qimmatingiz yoki daromad manbaingiz borasida ehtiyot bo'lishingiz kerakligini ko'rsatadi. Bu yil ham shu mavzular sizga qandaydir qalb yarasini berishi mumkin. Bu bir travmaning shifo topishi payti bo'lishi ham mumkin. Siz insonlarga pul, daromad va o'z qadrini topish bo'yicha ustozlik qilishingiz mumkin. 2025-yilning ajoyib hodisasi esa yilning boshida 12-yanvar kuni Oq oy deb nomlanuvchi Selena 7 oy davom etadigan Qisqichbaqa burjidagi sayohatini boshladi. Selena 2025-yil 12-yanvardan 13-avgustgacha sizning 5-uyingizda sayr qiladi. Selena yoki oq oyning yorqinligi yorug'lik, poklik va himoyani anglatadi. Yaxshi karmani timsol etadi. Astrologiyada Lilit qora oy negativ va hiyla nayranglarni timsol etsa, oq oy Selena karmik himoya va yorqin energiyani ifodalaydi. Uning sikli 7 yil. 5-uydagi Selena turmush o'rtoq va bolalarni samimiy, ehtirosli va sadoqat bilan sevish qobiliyatini va o'z manfaati uchun emas, balki san'at va dunyoni obodonlashtirish uchun go'zallik yaratishni olib keladi. Siz yorqin, yaxshi karma mevalarini olasiz. Sevganingiz bilan bir-birini sevish, ajoyib va iste'dodli farzandlar, ma'naviy va moliyaviy o'sish, ijodiy g'oyalarga bo'lgan talab orqali haqiqatga aylanadi. Agar Selena tomonidan o'rnatilgan axloqiy qoidalarga rioya qilsangiz. Oq oyning ta'siri bilan sizda yorqin ko'rinish, aurangizning yorqin porlashi, optimizm va joziba paydo bo'ladi. Siz sevgi nurini taratasiz va atrofingizdagilar o'zi anglamagan holda sizni yaxshi ko'rishadi, sizga yaxshi nazar bilan qarashadi, sizning ijodiy g'oyalaringizni qo'llab-quvvatlashadi va ta'lim va martabada o'zingizni ifoda etishga yordam berishadi. Har 7 yillik aylanish siklida Selena bu yil 5-uyning mavzularida fidoyilik, to'g'ri so'zlik va halollikka sodiqlikni sinab ko'radi.
rassomchilik va fotografiya kabi ko'plab ijodiy sohalarda keng qamrovli iste'dod beradi. Shuningdek, ushbu 7 oy mobaynida go'zal, romantik hikoyasi bo'lgan va keksalikka qadar qalban birga yashaydigan, sevib turmush qurishni beradi. Sulolaga baxt keltiradigan yoki dunyoga kelishi bilan oilani qutqaradigan oqil, yorqin ruhli bolalarning tug'ilishi bo'ladi. Bu davrda sizning karmik vazifangiz ilohiy mehr-muhabbat va adolat prinsiplarini ijod mahsullaringizda aks ettirish, san'at orqali insonlar qalbida nur uyg'otish juda muhim. Bu o'zingiz uchun ham energiya, quvvat va ilhom manbai bo'ladi. Sizga maslahatim, sevganingiz va farzandlar bilan munosabatdagi qiyinchiliklarni uyg'unlashtirish uchun xarakteringizda ma'naviy va axloqiy jihatlarni rivojlantirishingiz, o'zingizni egoizm va ortiqcha zavq-u shavqdan cheklashingiz, sevgida halol, sodiq va to'g'ri so'z bo'lishingiz, ehtiros deb sodiq yuraklarni sindirmasligingiz kerak bo'ladi. Selena qorong'u ishlarni qilishga ruxsat bermaydi va xiyonatdan himoya qiladi. Ushbu 7 oylik davr siz uchun barcha sevgi, muhabbat va farzand munosabatlari mavzularining tozalanishi, yaratuvchanlik ortishi, farovonlik, qalbda iliqlik va yorug'lik davri bo'lsin. Baliqlar suv burji. Yupiterning iyunda suv burjiga kirishi sizga katta yutuqlarga erishishingizda ulkan podдержка beradi. Selena ham suv burjida, bu juda ajoyib. Saturn va Neptunning qo'y burjiga, olov burjiga kirishi siz uchun yaxshi joylashuv. Ular sizni uyqudan uyg'otishadi va sizga moliyaviy ahvolingizni to'g'rilashga turtki berishadi. Iyulda Uranning havo burjiga kirishi sizga oila, uy-joy, ota-ona, ko'chishlar borasida o'zgarishlar qilishda yordam beradi. Hamda asosiysi, shimoliy tugunning baliq burjidagi 1,5 yillik sayohati umringizda bir bora bo'ladigan taqdiringizdagi kuchli o'zgarishlarni olib keladi. Hayotingizda yangi 20 yillik siklni boshlaysiz. Ko'rinishidan 2025da endi siz baliqlar 14 yillik huzurli uyqudan uyg'ondingiz. Qarang, siz xuddi ko'ldan chiqib, okeanga sakrashga tayyorgarlik ko'ryapsizmi deyman. Men barcha yangi toza xabarlarni Milo Xorazmli Instagram sahifamda berib boryapman. U yerda yanada ko'proq va to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Videolarimni ascendent burjingiz, quyosh burjingiz va oy burjingiz bo'yicha tomosha qiling, chunki uchalovi birgalikda bizning hayotimizdagi voqealar rivojini ko'rsatib berishadi. Mana sevimli baliq burchlarim, 2025-yilgi obzorim, astrologik prognozim nihoyasiga yetdi. Like bosing va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Astrologik yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va yangi proyektlarimizni kuzatib boring. Barcha burchlar uchun 2025-yil goroskopini xarid qilish yoki natal kartani izohlash xizmatimizdan foydalanish uchun Telegram manzilimizni video ostida qoldiraman. YouTubedan tashqari bizni Telegram va Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Kanallar linklari esa video ostida mavjud. Keyingi prognozlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Alhamdulillah.